Xo'sh, o'rtoqlar, yana bitta yangi yaxshi xabar. Bu endi DV2026. Endi 100% yaxshi emas u. Yaxshi faqat sudga qatnashgan odamlar uchun. Endi 3 ta keys, 3 ta DV keysi, DV2026, 3 ta har xil advokat sudga bergan. Bu 3 ta keysni ishni birga qilgani sudyaga bergan. Ishqilib, mana shuni o'zi qarori bugun chiqdi. Bu qaror bo'yicha aaa, nimaga, oti nima edi? Shu kim DV bilan atkaz olgan bo'lsa, shularni ishini qayta qurishni buyruq bergan. Bu narsa Amerikaning ichida ham green card olayotgan bo'lsa, yo Amerikaning tashqarisida agar vizaga topshirayotgan bo'lsa. Bu qarorni ichida yana nima ham turibdi? Alohida 75 ta davlatni mana shu pauzasi ham ta'sir qilmasin deb alohida bu ham belgilangan. Ishqilib bu qaror faqat hozircha sudga qatnashmaganlarga bo'ladi. Lekin sudga qatnashmaganlarga ham imkoniyat bor. 27-da yana bitta sud bo'ladi. U sudda advokat Morrison sudga qatnashmaganlarga ham yordam bering deb sudyadan so'ragan. Endi ko'ramiz, mana 27-dagi sud nima bilan tamom bo'ladi. Qarori birdan chiqmasligi mumkin, balkim birdan chiqadi. Mana shu yerda qani ko'ramiz, qani hammaga yordam beradimi yo faqat sudga qatnashgan odamlargami? Xo'sh, endi hozir vizalar haqida gapiryapman, yana boshqa narsani ham endi aytib o'tishim kerak. Chunki mana hozir 75 ta davlatni pauzasini bekor qilgani bilan endi hozir konsulliklar majbur odamlarga boshqatdan ishini ko'rib chiqishga. Agar atkaz olgan bo'lsa, yo vizaga kelgan bo'lsa, ularga o'zi viza berishga majbur. Agar hech qanaqa nimasi bo'lmasa, xatosi bo'lmasa-da. Endi hozir bilan nima qilyapti? Bir nechta xabarlarga ko'ra, endi men bu nufuzli nimalar, shu xabar beradigan, nimalar, shu xabarchilar deb aytaylik, mayli. Shularga asosan hozir ko'p davlatlarga immigratsion vizalarni nimalarni, suhbatlarni bekor qilyapti. Nimaga? Chunki hozir konsullik ofitserlariga bular ortiqcha o'rgatyapti, treyning qilyapti. Qanaqa atkaz berish, public charge bo'yicha qanaqa atkaz berish. Endi atkaz berish uchun bular odam bilan gaplashib, vizaga murojaat qilgan odam bilan uni nimasini, yoshini, keyin yoshi, keyin salomatligi, keyin ingliz tilini biladimi, yo'qmi, maqsad shu Amerika kelsa agar o'zini o'zi eploladimi, yo'qmi, yo davlatni bo'ynida bo'ladimi? Mana shuni qanday qilib odam bilan gapirganda nimaga e'tibor berish kerak, qanaqa savollar berish kerak, nimani tekshirish kerak? Maqsad shu, bahonani topish. Mana shu odam keladi-yu, Amerika kelsa agar ish topolmaydi, Amerika davlati bo'yniga bo'ladi, soliqchilarning bo'yniga bo'ladi. Biz ham buni boqamiz, degan nimada? Ma'noda shu narsani topib, nimalarga e'tibor berish kerak, avval e'tibor bermagan narsalarga mana endi e'tibor berishni o'rgatadi. Shu asosida endi bular atkazni bermoqchi. Shu. Mayli, hali bu haqida alohida video qilamiz, lekin afsuski odamlar borganda, atkazni olgandan keyin qani bular nimaga e'tibor beryapti, qanaqa savollar beryapti, shunga asoslanib o'sha keyin biz ham tayyorgarlik ko'ramiz. Lekin hozir men o'zimning odamlarim uchun, masalan, elchixonaga boradigan odamlar uchun o'zi nima bilaman-da, alohida o'zimning nimam bor. Qani bular nima deyishi mumkin, qanaqa dokument tekshirishi mumkin, qanaqa savollar berishi mumkin, o'zimcha bir fikrim bor. Endi buni endi o'zimning odamlarim bilan gaplashaman, lekin alohida video hali odamlar atkaz olgandan keyin bu narsa haqiqatan 100% da tochka bilinganimizdan keyin yana alohida video qilamiz bu haqida. Hozircha mana shu 75 ta pauza bekor qilindi. Bu hamma uchun. DV 2026 uchun faqat sudga qatnashganlar, lekin 27-da hali sudga qatnashmaganlarga ham balkim yordam bo'lishi mumkin.